obyektiv tekshiruvlarni amalga oshirayotganimizda pulsni eng oson o'lchash usullaridan foydalanamiz. Bulardan birinchi navbatda hammamiz qo'limizni yuqori ko'taramiz, bosh barmog'imizni ushlaymiz. Ya'ni pulsni o'lchaganda bemorni o'sha bosh barmoq orqali pastga bilak sohasiga sekin tushiramiz. Sekin tushirganimizdan keyin yana 3 ta barmog'imiz bilan nimaga tushirganimizni ko'ramiz. Qani? Hamma qo'lni yonbosh qilgan holda ko'rinarchi nima sezyapsiz? Yurak urishini sezyapsiz. Chunki deganda bemorni, masalan, siz tekshirayotganingizda uni pulsini o'lchamoqchi bo'lib qiynamaslik uchun biz sekingina bosh barmoqdan pastga tushgan holda bildirmasdan pulsini sanashimiz yaxshiroq hisoblanadi. Chunki deganda bemorni qo'lini qisib yoki o'sha topish jarayonida qiynalsangiz, bemorning ishonchi sizga nisbatan ozgina pasayadi. O'shaning uchun biz suhbat davomida bosh barmoqchasidan ushlabgina sekingina bilak sohasiga tushirib, pulsni 1 daqiqada yoki bo'lmasa 30 soniyada yoki 15 soniyada o'lchaymiz. Chunki deganda biz o'lchaganimizda asosan 30 soniyani 2 ga ko'paytiramiz chiqqan natijani. 15 soniyani esa 4 ga ko'paytiramiz. Masalan, siz sanadingiz, o'sha paytda sanaganingizda chiqqan soniya necha bo'ldi? 20 bo'lsa 2 ga ko'paytirasiz, yo bo'lmasa 4 ga ko'paytirasiz. Chiqqan natijaga qarab biz nima qilar ekanmiz? Vaqtimizni tejagan holda 15 yoki 30 soniyadan foydalanishimiz mumkin ekan.